Mana shu yotoqxona to'plami hozir Arka Mebel markazidagi Evros brendining eng ko'p ko'rilayotgan variantlaridan biri Space. Nega aynan shu model? Qani birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib kravati. Uning razmeri 208 ga 190, katta va qulay. Eng muhimi bosh paneli yumshoq va keng. Vizual ko'rinishi juda ham tiniq, dizayn esa high-tech uslubda. Keling endi shkafni ko'ramiz. Shkaf modelning asosiy plusi. Eni 270, balandligi esa 220 bo'lgan shkafimiz haqiqiy king size hisoblanadi. Shkaf 6 ta qismga bo'lingan. Ayollar uchun, erkaklar uchun va umumiy bo'limlar. Fasadlar minimalistik chiziqlarsiz va aynan shu sabab barcha uyga tez mos tushadi. To'plamda shkaf va kravatdan tashqari ikkita eni 55 sm, balandligi esa 42 sm-lik tumba, eni 120 sm bo'lgan trimo plus pufika bilan. Ko'p komplektlarda uchramaydigan 180 ga 30 sm-lik sofa va yana 160 ga 45 sm-lik bo'lgan dekor oyna ham mavjud. Space to'plami Rossiyaning materiallaridan tayyorlangan. Narxi ko'ringandan ancha qulayroq. Izohga plus belgisini qoldiring va Arka sizga to'liq ma'lumot beradi.